Navbatdagi metodimiz xona birliklariga ajratish. Matematika darsida. Bir xonali sonlar, ikki xonali sonlar qani xotiramizda qanchalar qolganligini biz hozir chiroyli metod orqali o'rganamiz. Bir xonali sonda aytganimda nima qilamiz? Qarsak chalamiz. Ikki xonali son aytsam, partaga uramiz va 100 desam, o'rtadagi penalga olamiz. Kim birinchi olsa penalda, o'sha o'quvchi g'olib bo'lgan bo'ladi. Tushunarli? Xo'p. Diqqat bilan quloq solamiz. Men aytgan raqamga diqqat bilan quloq solamiz. 6 5 15 24 48 8 7 14 16 5 Nega partani o'rayapsizlar 5 da? Mayli, chaqimchilik qilmaymiz, jim. 24 5 8 partani urma bir xonali sonda. 7 43 99 9 7 ko'rdim, farangiz urib qo'ydi. 7 2 14 5 ana hamma chaqimchalab o'zing ham xato qilib qo'yding, ko'rdingmi? 7 1 8 15 16 23 9 3 2 14 100 Olganlar qo'liga ko'taramiz. Olganlar qo'liga ko'tarib turamiz. Bekzod, Zaynab, Bobur, Orif, Sevincha ololmay qoldingmi bu yoqda? Nigina, Malika, Shahnoza, Akbar. Nigina bu yoqda olgan. Xo'p, Farangiz, Imron, Gunesh olqishlaymiz. Yoqdimi?